Assalomu alaykum avvalambor. Bugun sizlar bilan ma'lumotlar tuzilmasi algoritmlardan amaliy mashg'ulot, ya'ni Quicksort bo'yicha ko'rib chiqamiz. Three way of Quicksort, ya'ni 3 bo'lim tez saralash mavzusi bo'yicha. Muammoni berilishi va dolzarbligi. Oddiy tez saralashda bizada klassik Quicksort turi bor deyilu, ya'ni klassik Quicksortda bizada algoritm elementlari tasodifiy taqsimotga juda samarali ishlaydi. Ya'ni uning o'rtacha murakkabligi n logaritm n ni tashkil etadi. Biroq massivda yoki vektorda juda ko'p bir xil, ya'ni collocation to'g'ri keladigan bo'lsa, bizada ko'p xatolik, ya'ni bizani dasturimiz n kvadrat darajada 2 baravar ish bajarishiga to'g'ri kelib qoladi. Va biz bunaqa holatlarda three-way quicksortdan foydalanamiz va bu pivotda kichik elementlar qismi, ya'ni pivotda teng bo'lmagan elementlar qismi va pivotda katta bo'lgan elementlar qismiga 3 ga bo'lib, aynan saralab va masalan kichik bo'lgan sonlarni biz aynan chap tomonga o'tkazamiz. Pivotda teng bo'lgan qismlari o'rtada qoladi va pivoti katta bo'lgan qismlar o'ng tarafga o'tib qoladi. Eng katta afzalligi pivotda teng bo'lgan o'rtacha guruh keyingi rekursiv chaqirilganda kiritilmaydi. Ya'ni bu esa bir xil elementlardan iborat qismlari va bir zumda saralab ulkan tejamkorlik, yuqori samaradorlikni beradi. Aytib o'tganimizdek, collocation bo'lsa, biz endi n kvadrat darajada ish bajarishimiz shart emas. Ya'ni agar sonlarimiz yoki teng bo'lib qoladigan bo'lsa ham ularga qo'shib ketiladi xolos. Va buni ko'rinishi, ya'ni algoritmda ishlash prinsipi low, middle, high. Kichik, o'rtasi va high. 3 ko'rsatkichi boshqaruv quyidagicha ishlaydi. Low pivotda kichik elementda chegarasi belgilanadi. Unda chapda faqat pivot kichik elementlar joylashadi. Aytib o'tganimizdek, u saralash davomida uni chetga olib qo'yadi, ya'ni kichkina element. Middle hozirgi tekshiruv elementni ko'rsatadi. Jarayon boshida middle qilib olinadi. Middle qilib olinadi degani bu boshidan boshlash uchun biz middle 0-indeksdan boshlash uchun middle deb yuritib olamiz. High pivotda katta elementlar chegarasini belgilaydi. Undan faqat pivotda katta elementlar joylashadi. Ya'ni highda уже biz o'ng tarafga saralashga o'tamiz, ya'ni uni o'ng tarafga yig'ib boramiz. Har bir qadamda vektor middle elementi pivot va solishtiradi. Ya'ni vektor middle birinchi solishtiradi. Kattami pivotdan, agar katta bo'lsa vektor low va pivot katta bo'lsa vektordan, middledan, ya'ni vektor low kichkina va vektor mid almashadi. Low qo'shib ketadi, middle ham qo'shib ketadi. Agar vektor middle teng bo'lib qoladi, ya'ni teng bo'ladigan bo'lsa pivotga hech narsa almashmaydi, faqat middle qo'shib qo'yiladi. Aytib o'tganimizdek, faqat qo'shib ketadi. Agar bizda 4 degan son bor deyilu va yana 4 bilan solishtirib qo'yiladi. Ular teng. Unga просто 4 oldiga yana yozib qo'yadi. Yana qo'shib ketadi. Agar vektor middle bizda kichkina bo'ladigan bo'lsa pivotdan, biz vektor middle vektor high deb almashtiradi va highda almashinib, ya'ni o'ng tarafga suradi. Bu vaziyat mid o'zgarmaydi, chunki yuqorida kelgan yangi element hali tekshirilmagan bo'ladi. Middle element o'zgarmaydi, ya'ni undan keyingilar tekshirilishi uchun. Namunaviy misol qadamma-qadam tahlil qilish. Ya'ni bizda keling topshiriq birinchi namuna tahlil qilamiz. Bizda bu yerda low bizda 0 bo'lsa, middle ham 0 bo'lsa, bizda 9 ta element berilgan deyilu, 4 9 4 4 1 9 4 9 elementlari berilgan va bunda biz solishtiradigan bo'lsak, eng katta qismi high 8-indeks deb o'ylamoqda massiv holati va solishtiramiz bu yerda. Middle to'r pivot, ya'ni middle to'r bilan solishtirilyapti. To'r middle va bu qo'shib qo'yilyapti. Birinchi element endi to'r. Low middle 0, endi middle 1 va high 8. Endi middle solishtirilyapti. 9 ga 4 solishtirilyapti va vektor 1 dagi birinchi indeks bilan oxiridagi
indeks almashinyapti hay qilib, o'zgartirib olinyapti. Ya'ni love index 0 va 1 hay 7 va bizada bunda 7 ta indeks mavjud. Ya'ni jarayon zaynda davom etadi. Endi biz sizlar bilan namunaviy misollarni qadamma-qadam tahlil qiladigan bo'lsak, bizaga berilgan deyilu kiritilgan massiv 9 ta elementdan tashkil topgan. Ya'ni 8 ta indeksi bor. Undan boshlagan uchun. Va 0-chi indeks bizada 4 ga teng. Endi buni solishtirib boramiz. Love index hali 0, 0 dan boshlasa middle 0 dan boshlayapti va pivot qilyapti. Ya'ni middle agar teng bo'lib qolsa 4 ga qo'shib qo'yilyapti. Endi bizada middle 4 ga teng va bizada middle index 1 8-chi indeks bilan solishtirilyapti. Bizada 1-chi va 4-chi ikkalovi solishtirilyapti va 9 katta va swap almashtirilyapti o'rni. Bu yoqqa 4 o'tyapti va 9 bu yoqqa o'tyapti. Saralash ana xuddi shunaqa yuz beradi va biz sizlar bilan buni kodda ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana bizada kod berilgan deylik. Include stream, bu yerda mana quick sort bajarilyapti va buni ishlatadigan bo'lsak, mana misolimizda saralashda bunaqa saralanib qolishi kerak. Ya'ni kichkina sonlar o'ng chap tomonga, o'rtadagi sonlar, ya'ni teng bo'lib qolgan sonlar oddiy qo'shib qo'yilyapti. Va o'ng tomonda katta sonlar qilib yozib qo'yiladi. Aynan misolimizda ham javob xuddi shunaqa ko'rinishda chiqadi. Ya'ni bir oldinga surilib boradi va bu bizada oxirgi natijaviy kodni beradi. Bu yerda aynan bizada kod berilgan deylik. EOStream kutubxonasi ochilyapti, vektor kutubxonasi va algoritmus, ya'ni saralash kutubxonalari. Global o'zgaruvchilarni chaqiruvlar sonini hisoblash uchun ishlatamiz. Ya'ni classic calls 0 dan boshlasin, three-way calls ham 0 dan boshlasin. Qo'shib ketilyapti va natijamiz ham bunda xuddi shunaqa natijani beradi. Ya'ni bir oldinga chiqadi, 4, 4, 4, 9, 9 va 9. Bizada aytib o'tganimizdek, bu yerda collocation bo'lsa ham bir martalik ish bajarilishi buni samaradorligidir. Ya'ni samaradorlikka solishtiriladigan xulosa bo'ladigan bo'lsa, topshiriqning ikkinchi namunaviy barcha elementlari bir xil bo'lganda, ya'ni ikki ya'ni takroriy bo'ladigan bo'lsa, massiv berilgan dastur natija ko'rinishi 3 bo'lim tez saralash, three-way quick sort massiv to'liq bir elementlardan iborat bo'lgani uchun bor yo'g'i bir marta rekursiv chaqiriladi va amalga oshiriladi. Bu ya'ni oddiy saralashlarga qaraganda biz agar oddiy saralashni qo'llaydigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek n kvadrat murakkablikka uchraymiz, chunki qayta tekshirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni teng bo'lgan sonlarni ham. An'anaviy quick sort class esa har safar faqat bitta elementni kesib olib, qolgan n-1 elementi 3 ta qayta bo'linish jarayoni davom etadi. Natija chaqiruv soni va vaqti keskin ortib ketadi, aytib o'tganimizdek. Shu bilan bugungi quick sort mavzumizni tugatamiz. E'tiboringlar uchun katta